Ota-onani e'zozlagan bola ayniqsa onani ko'ngliga qaragan, onaning duosiga musharraf bo'lgan bola hech qachon xor bo'lmaydi, hech qachon zor bo'lmaydi, birovga muhtoj bo'lib qolmaydi. Ana payg'ambarimiz alayhi salatu vassalam al jannatu tahta aqdami ummahatikum deb marhamat qildilar. Jannat onalaringizning oyog'ining ostidadir. Mana shu hadis-u sharifni uni ma'naviy ma'nosi juda ham keng. Har qanaqa yaxshilik degan narsani, har qanaqa ehtiromni onalarimizga qilsak, u ham kam. Bir ustoz bor ekanlar, shogirdlariga dars o'tar ekanlar, har zamon ularni imtihon qilib turar ekanlar. Jannat onalarning oyog'ining ostidadir degan hadisni o'tgan ekanlar. Bir kuni aytibdilarki, shogirdlarga ertaga hammalaringiz o'zingiz uchun qimmatbaho deb bilgan, o'zingiz uchun e'zozlanadigan narsalardan ozgina olib keling. Ertalab kelsalar shogirdlar qator turishibdi. Kimnidir qo'lida ozgina oltin, qaysi birini qo'lida ozgina kumush, yana bir qaysini qo'lida qimmatroq bir mato ashyolar. Qarab chiqsalar bir bola qo'lida laganchada tuproq. Hammalar bilan savol javob qilib keyin boyaga shogirdning huzuriga kelganlarida aytibdilarki, bu nima? Tuproq. Bu tuproq sizning nazdingizda shunaqa bebaho narsami? Ha, bu bebaho ustoz. Buni qayerdan oldingiz? Buni jannatdan keltirdim. Jannat qayerdan topdingiz? Onajonimning oyoqlarini ostidan olib keldi ustoz deb aytdi.